Vitaminli bombochka salat tuzlamasini tayyorlaymiz. Tayyormisizlar? Bizga kerak bo'ladi qizil karom va qizil, yashil, sariq bolgarskiy, chesnok, ko'katlar, xohishga ko'ra hammasini somoncha qilib to'g'rab olamiz va tuz bilan marinovat qilamiz. Yaxshilab aralashtirib, salatimizni suvlari chiqquncha biz karomimizni qaynab turgan suvga bitta solib olamiz. Lekin pishirib olishimiz kerak emas, qizlar. Karom sal yumshasa yetadi. Karomi barglarining ichiga salatimizni suvini siqib turib solib, xuddi do'lma shaklida o'rab olamiz. Chiroyli qilib, xolasili kichikroq, xolasili kattaroq qilib press qilib o'rab olamiz va bankalarimizni sterilizatsiya qilingan bankalarning ichiga terib olamiz. Xolasili kattaroq konteynerga solsanglar ham bo'ladi. Lavr bargi, murch va tuz solib, salatdan chiqqan suvni solamiz, olma sirkasi solamiz va qaynab sovitilgan suv solib, qopqog'ini yopib, xona haroratiga 4 kunga olib qo'yamiz. Orada gazini chiqarib, qopqog'ini ochib turamiz. Salat to'liq retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. Albatta tayyorlab